$13,000 2 xonali uyni xarid qilsa bo'ladimi do'stlar? Albatta bo'ladi. Mana siz ko'rib turgan ushbu do'konimiz. Ya'ni buni xohlasangiz xonadon qilib foydalansangiz bo'ladi, xohlasangiz sotuv ofis qilib foydalansangiz bo'ladi va buni nima deydi? Bir qurilish bo'layotgan joylarga olib borib turib, mana bu joyini xo'jayinga xona qilib berasiz. Ya'ni boshliqda xonasi, bu ham chiroyli holatda, yonlari mana tuplitlar qilingan. Ya'ni mana bularga bemalol konditsionerlarda, boshqa narsalarda, televizorlarda ilsangiz ham bo'ladi. Pastlari pol qilingan. Bular ham o'sha namgarchiligiga moslangan pollardan qilingan. Bunisi endi sal kattaroq. Bu endi buxgalteriya xonasi, ya'ni kompyuter, ya'ni shunga o'xshagan narsalarni o'rnatsangiz bo'ladi. Juda ham sharoitlar zo'r qilingan. Oldilari oynalar bilan qo'yilgan. Bemalol ko'cha tomonni ko'rib tursiz bo'ladi. Ya'ni ko'chadan kelayotgan klientlarni ham ko'rib turib maza qilib ishlaysiz bo'ladi. Ushbu siz ko'rib turgan ko'chma do'konimizni, yana boshqa xonalarni ham aytadigan bo'lsak, bu endi reseption, ya'ni qabulxona desak bo'ladi. Qabulxonaning oldida qishki kunida yoki yozgi kunidagi kiyimlarni yechib qo'yish uchun aytdim, mana garderob. Undan keyingi xonada agar sharoit to'g'ri kelsa, sanuzel qilib qo'ysiz bo'ladi bu tomonga. Sanuzeldan tashqari mana bu tomonda oshxona yoki bir choy-poy bu narsalar qo'yib foydalanish uchun alohida yana bitta xonasi ham bor. Endi ichkarida mehmonlarning oldidan deb u yoqdan bu yoqqa o'tish uchun hali noqulay bo'ladi-da. U yoqdan bu yoqqa aylanib o'taman desangiz, noqulaylik uchun mana orqa tomondan, ya'ni mana bu tomondan alohida eshik ham qilib qo'yishgan. Orqaga chiqib turib, qanaqadir narsalar, yo'qsa ovqatlarni yoki shunga o'xshagan narsalarni olib kirish uchun oson. Nima deb o'ylaysiz? Do'stlar, juda ham chiroyli. Tashqarilari mana birorta joyda samarangiz yo'q, birorta joyda bir nima yo'q. Hali bir qiyshaygan joy yo'q. Bu aynan hozirgi kundagi o'sha tindali yana bir narsa nimadirda otini kommentda yozib ketasiz. Esimdan chiqib qoldi. Rossiyada ko'p ishlatishardi. U plastmassa bo'ladi. Siding, esimga tushdi, siding. Sidingga o'xshab yonida o'sha klipsi bo'lar ekan, klipsni ilib qo'yar ekansiz. Buni uzunligi endi menimcha bir 9 metr, 10 metrda atrofida. Ko'rinishiga baho berib qo'yasiz. Dizayni ham zo'r. Siz endi mana bu tashqi ko'rinishini o'zingizni dizayningizga moslab zakaz bersiz bo'ladi. Mana yon ko'rinishi, tepa tomoni, oldi tomonida aynan o'sha sotuv ofisi uchun deb bo'lmasam bir qanaqadir biznes center deb yozasizmi, shunga o'xshagan o'zingizni fikringizdagi, ya'ni nima deydi? Ideyadagi narsalarni aytsangiz, xuddi o'sha narsani qilib berishadi. Tashqi ko'rinishi ham qarang, juda ham chiroyli bo'lgan. Sizlarga ilinganim uchun ushbu videoda tayyorlayapman. Sizlarga yetib boradigan darajasi, ya'ni tayyor holatida polni mana bunaqa razvedka, pazvedka shunga o'xshagan narsalar, tepa tomondagi lampochkalar, lustralari shunga o'xshagan narsalar bilan qilib berishadi. Faqat siz olib borib turib, o'zingizga kerakli konditsionerni o'rnatasiz yoki bo'lmasam o'sha agar uyni ichiga qo'ysangiz, imkoniyati bo'lsa, radiatorlab ichkariga issiqlikni o'tkazib qo'yasiz. Shu bilan tayyor bo'ladi. Agarda siz zakaz bermoqchi bo'lsangiz, manzilni ham eslatib o'taman. Manzilimiz Toshkent shahar Indeks. Biz o'sha ishlab chiqarishimiz Indeksda joylashgan. Indeksga kelib turib, o'zingiz joyingizni aytib turib, yo'qsa sotuv ofisi yoki shunga o'xshagan savdo market qilmoqchi bo'lsangiz, razmerlarni aytasiz. Biz o'zimiz bu yerda dizaynerlar sizga dizaynlarni ko'rsatishadi. Qaysinisi ma'qul kelsa, shundan xarid qilsangiz bo'ladi. O'zingizni qiziqtirgan savol, takliflar bo'lsa, pastda nomer qoldirdim. Aloqaga chiqarasiz. Sizlar bilan men Nurullo Ro'zboyev. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.